hamma ko'pchilik biladigan mavzu haqida gaplashamiz, ya'ni 50% ustama IC3 Digital Literacy GS6 haqida gaplashamiz. Xalqaro sertifikatni qanaqa qo'lga kiritish bosqichlari haqida. Demak, oddiy bepul webinar bo'ladi. Bu webinar men adashmasam 4-chi yoki 5-marta o'tkazyapman. Juda bu yoqda ko'pchilik qatnashgan ham bunga. Qatnashmagan ustozlarimiz ham bor. Xo'p, ovoz ekran deb yozdim, yana ovoz ekran deb yozib yuborishibdi, juda ajoyib. Xo'p, agar ekran ko'rinayotgan bo'lsa, ovoz eshitilayotgan bo'lsa, birinchi tushuncha berib o'tib ketaman, keyin savol-javobga o'tamiz. O'zi bugungi webinarimiz nima haqida? Xo'p, o'zim haqimda avvalo tanishtirib o'tib ketaman. Ismim Ziyodilla, familiyam Sattorov. 3 yildan ortiq xalqaro informatika fanidan xalqaro sertifikatlar bo'yicha tajribaga ega mutaxassis hisoblanaman. Shu vaqtga qadar 200 dan ortiq ustozlarga, demak, ustamaga nomzod bo'lishiga to'g'ridan-to'g'ri sababchi bo'lgan insonlardamiz. Ya'ni ularga kurs o'tganmiz va bizning kursimiz yakunlangandan so'ng ular 50% ustama egasi bo'lishgan. Kanalimizni kuzatib boradigan ustozlar bo'lsa, bu sertifikatlarni ko'rib ham bunga amin bo'lishlari mumkin. Xo'p, bizda tajribamiz va natijalarimiz sizga nima beradi? Bu ishonchli tayyorlov tizimi sifatida, demak, sizlarga biz o'zimizni kurslarimizni taqdim qilishimiz mumkin. 98% bizda ko'rsatkichlarimiz muvaffaqiyatli hisoblanadi. Ya'ni bizda tayyorlangan ustozlarimizda aksar qismi, ya'ni asosiy qismi, juda ham ko'pchilik qismi imtihon topshirib, undan o'ta olishgan, ya'ni yiqilgan ustozlarimiz juda kamdan kam hisoblanadi. Xo'p, o'zi IC3 Digital Literacy nimaligi haqida gaplashadigan bo'lsak, IC3 bu dunyo bo'ylab tan olingan raqamli savodxonlik, ya'ni digital literacy'ni ta'minlovchi xalqaro standartlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu butun dunyo bo'ylab tan olingan standart hisoblanadi. Ya'ni ushbu sertifikatga ega bo'lgan mutaxassis informatika bo'yicha, umuman axborot texnologiyalari, raqamli savodxonlik bo'yicha tajribaga ega, tasdiqqa ega bo'lgan mutaxassis hisoblanadi. GS6, ya'ni Global Standard 6-chi versiyasini 3 ta darajasi, ya'ni leveli mavjud. Birinchi level bu asosiy daraja hisoblanadi, ya'ni eng minimum bazaviy daraja hisoblanadi. Kompyuter raqam texnologiyasi fundamental tushunchalarini biladi, tarmoq asoslarini, xavfsizlik qoidalarini yaxshi dastlabki boshlang'ich tushunchalarga ega degan ma'lumotni beradi. Level 1 darajani olsangiz, level 2 daraja o'rta daraja hisoblanadi. Amaliy ko'nikmalar, ofis dasturlari, internet orqali ma'lumot qidirish, raqamli hamkorlik vositalari va hokazolarda, demak, bilishingiz haqida ko'rsatkich ma'lumotni bildirib turadi. 3-chi darajamiz level 3imiz bu yuqori daraja hisoblanadi. Murakkab raqamli ma'lumotlarni tahlil qilish, axborot xavfsizligi tizimlarini boshqarish ko'nikmalari hisoblanadi. Bu yoqda 7 ta domendan iborat har bir darajamiz va darajadan darajaga qiyinlashib boradi xolos. Ya'ni level 1da siz asosiy bazaviy narsani o'rgansangiz, level 3da siz uni mutaxassis darajasida ipidan ignasigacha bo'lgan jarayonlarni bilasiz degan narsani bildiradi. Xo'p, nima uchun IC3 sertifikati kerak? Bu bizda eng asosiy kerak bo'ladigan sabablardan biri oylik ustamaga 50% ustama qo'shilishi, maktab va ta'lim muassasalarida yurituvchi pedagoglar uchun maoshga doimiy 50% ustama olish imkoniyatini yaratadi va bu sertifikat olganingizdan so'ng 3 yil davomida sizga qo'shimcha 50% ustama to'lab beriladi. Texnikumlarga ham bu sertifikat amal qiladi, faqatgina maktablarda emas. Va bundan tashqari xalqaro tan olinish hisoblangan Certiport Prism View tomonidan beriladigan sertifikat butun dunyo bo'ylab amal qiladi va muddat chekloviga ega emas. Ya'ni aslida cheksiz muddatga beriladi. Siz bir marta bu sertifikatni qo'lga kiritdingizmi, siz butun umr, demak, mutaxassisligingiz tan olinadi hamma joyda, faqat O'zbekistondan tashqarida. O'zbekistonda 3 yil tan olinadi. Shu tomoni bor. Xo'p, modullarimiz Technology Basics, Digital Citizenship, Content Creation, Communication Collaboration, turli xil mavzularni qamrab oladi. Uskunalar, raqamli madaniyat, hujjatlarni taqdim qilish, taqdimotlar bilan yaratish, fayl formatlari, collaboration communication, ya'ni onlayn muloqot, jamoaviy ishlash vositalari va hokazo. Demak, umumiy ma'noda 45 ta savoldan iborat bo'ladi. Interaktiv testlardan tarkib topgan va amaliy topshiriqlar ham bo'ladi va sizga imtihonda 50 daqiqa vaqt
beriladi bunda. Demak, imtihondan o'tish strategiyasi bu biz tomonidan ishlab chiqilgan strategiya hisoblanadi. Bizda real mock testlar, ya'ni haqiqiy imtihon muhitini simulyatsiya qilib beruvchi testlar orqali tayyorgarlik ko'ramiz. Mavzulashtirilgan kvizlar, ya'ni har bir modul bo'yicha bilimlarni mustahkamlovchi kviz testlar bo'ladi va bizda Flexi Quiz platformamiz orqali bo'ladi. Bunda nazariy va amaliyot, ya'ni quruq yodlash emas, topshiriqlarni amalda ham bajarib ko'rishingiz mumkin bo'ladi va individual tahlil. Har bir o'quvchining xatolari ustida alohida ishlash va tavsiyalar beriladi. Ya'ni biz platformamiz, boya aytib o'tganimizdek, Flexi Quiz platformada har bir odamga personal ravishda platforma profil ochiladi va o'sha profilda siz ishlagan testlarni tahlili, qaysi testlarda xato qilayotganingiz, qaysilarini yaxshi ishlayotganingiz, qaysi mavzular qiynalayotganingizni biz muntazam kuzatib, sizga amaliy ko'nikmalar berib borishimiz mumkin bo'ladi. Bizni tayyorlov bosqichimiz quyidagi bosqichlardan iborat. Birinchisi boshlang'ich darajani aniqlab olish, ya'ni siz qaysi levelga tayyorlanishingiz kerak va tilni aniqlab olamiz. Ikkinchi bosqichimiz interaktiv darslar va amaliy topshiriqlar. Bizda darslar boshlanadi haftada 3 kun va har dars so'ngida uyga vazifa sifatida amaliy topshiriqlar beriladi. Uchinchi bosqich bu dars yakunida mock imtihonlar va quiz test sinovlari sizlarga taqdim qilinadi. Ya'ni mock imtihonlar va quiz testlarini muvaffaqiyatli topshirgan, yuqori natija bilan topshirgan ustozlarni biz demak imtihonga tayyor deb hisoblaymiz va imtihonga demak yo'llanma berishimiz mumkin bo'ladi. To'rtinchi bosqichimiz rasmiy imtihon sertifikatga ega bo'lish. Ya'ni siz mana bu 3 ta bosqichni bosib o'tganingizdan so'ng imtihon topshirib, sertifikat olishga tayyor holatda bo'lasiz. Demak, yangi guruhlarga qabul tartibi bizda demak dars grafigi haftada 3 kun bo'lib o'tadi. Boshlanish vaqti 20:00 dan keyin, ya'ni bu yoqda o'qituvchilarni vaqtiga qarab yana kechroq yoki vaqtliroqqa surishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda guruhdagi so'rov asosida bo'ladi. Ta'lim tillarimiz rus va ingliz tilidagi guruhlar mavjud. O'zingizga mos tilni tanlab, o'zingizga mos levelni tanlab, masalan, kimdir birinchi leveldan o'tgan, hali 2 ni topshirmagan yoki 1-2 ni topshirib 3 ni topshirmagan o'qituvchilar bo'lishi mumkin. O'zingizga mos darajani va o'zingizga mos tilni tanlab guruhga qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz o'qituvchilarga qanday imkoniyat beramiz? Ya'ni bizda tayyorlanayotgan o'qituvchilarga to'liq yangilangan elektron materiallar, konspektlar taqdim qilamiz. Har bir darsdan so'ng avtomatlashtirilgan quiz testlar beriladi. Imtihonda 100% tayyorgarlik darajasini ta'minlovchi mock imtihonlar olinadi va sentabr oyida imtihon ro'yxatdan o'tishga to'liq yordam beriladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tishda sizga qanday tartibda o'tasiz, barcha yo'l yo'riq ko'rsatmalar ko'rsatiladi. Hop, savollar haqida ustozlar gaplashamiz sizlar bilan. Demak, kurs haqida, imtihonlar haqida savollar bo'lsa, demak men savollar deb yozib qoldirdim. Ushbu joyda demak savollaringizni yozma tartibda qoldirishingiz mumkin. Men buni barchasiga javob berib o'tishga harakat qilaman qo'lim kelgancha. Ustozlar, marhamat, savollar deb topik ochdim. Komment qismiga savollaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hop, demak boshlaymiz. Kurs davomiyligi necha kun? Absami Abdu Basirzoda ustozimiz yozyaptilar. Kurs davomiyligi har bitta level 14 kun, 15 kun oralig'ida bo'ladi. Ya'ni o'rtacha 2 hafta davom etadi. Hop, yana qachon ro'yxatga ochiladi? Fariza ustozimiz yozyaptilar. Ro'yxatdan o'tish ustozlar 16-iyun kuni avgustning 31-sanasigacha bo'lgan barcha imtihon sanalariga ro'yxatdan o'tish ochilgan edi. Bundan salkam 1,5 oy oldin 16-iyun kuni ochilgan va avgust oxirigacha, ya'ni sentabrgacha bo'lgan barcha sanalarga odamlar ro'yxatdan o'tib bo'lgan. Keyingi imtihon sanalari demak sentabrda, oktyabrda bo'lishi mumkin va bu imtihon sanalari demak sentabr oyidan boshlab ochilishi kutilyapti. Aniqroq ma'lumotni Certiportus kanali xabar beradi. Men o'z kanalda yozib qoldiraman sizga. Xo'p, real imtihon javoblari beriladi. Ajoyib mantiqiy savollar degan profil egasi yozyapti. Real imtihon savollari hech kimga berilmaydi. Odatda real imtihonga yaqin darajadagi savollar o'rganasiz. Agar siz bizda mock testimizdagi savollar ishlasangiz, haqiqiy imtihondagi savollar sizga juda ham oson tuyuladi. Xo'p, biz ingliz yoki rus tilini bilishimiz kerak. Nasiba Rahmonova.
qaysidir tilni nisbatan yaxshiroq bilsangiz, o'sha tildagi guruhga qo'shilishingiz yaxshiroq bo'ladi. Qisman bilish kerak bo'ladi baribir ham. Xo'p, to'lov qancha bitta levelga deb yozyaptilar. Siz adashmasam JS5 bo'yicha sertifikat olgandingiz. Bitta levelimiz 700 ming bo'ladi. Rus, fors, arab tillari bunga foyda beradi agar bilsa. Rus tilida faqat topshirsangiz bo'ladi. O'zbekistonda rus va ingliz tilida topshirishingiz mumkin. Xo'p. Birinchi leveldan boshlasam ulguramanmi, Azizaxon? Hech qaysi leveldan hali sertifikat olmagan bo'lsangiz, albatta birinchi leveldan boshlashingiz kerak. Hatto tartibi majburiy qo'yilmagan. Xohlasangiz 3 dan boshlab ham topshirsangiz bo'ladi, lekin tayyorgarlikni birdan boshlaganingiz yaxshiroq. Moslashib olasiz imtihonni sertifikatni formatiga. O'shaning uchun birdan boshlaganingiz ma'qulroq. Ma'qulroq. Xo'p. Kurs narxini yozdim. Husnul Razzoq, kurs uchun qilinadigan to'lov sertifikat olguncha yoki testdan o'ta olmasa kursga qayta to'lov qilinadimi? Husnul Razzoqov aytayaptilar. Bitta levelga bir marta to'lov qilasiz. Imtihondan yiqilsangiz, o'sha guruhda qayta tayyorgarlik ko'raverasiz. Yangi guruhga qo'shilmaysiz lekin. Mana birinchi level uchun alohida guruh bo'ladi. Siz o'sha guruhda imtihon topshirmagunizcha u guruh sizda bo'ladi. O'tgunizcha sizda qoladi. Bitta guruh dedik. Xo'p, assalomu alaykum. Hozirdan tayyorlansa, sentabrda bo'lgan imtihon savollar tusham o'zgaradi debdi Qizlarxon Ahmedova. Sizda savollarda ahamiyati yo'q. Bizda kurs ya'ni imtihon materiali bor. Ya'ni nimadan tushadi savol sizga, qaysi mavzularda qamrab olgan. O'sha mavzudan chetga chiqib ketmaydi. 7 ta domen bor, belgilangan domen va o'sha domenlarni siz yaxshi bilsangiz, yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, hech xavotir olmasangiz bo'ladi. Savol har qancha o'zgarmasin, o'sha mavzulardan chetga chiqmaydi. Hop. Savollar haqida reliz sanalari bor o'zi. Reliz sanalarini men bundan oldin tashlagan edim guruhga. Hozir reliz sanalari deb tashlab qo'yaman yana. 11-avgust deb ko'rsatyapti. Mana hozir men guruhga linkini tashlayman. Hop, guruhga linkni tashladim. Qani yozuv topilmay qoldimi? Linkini tashlab qo'ydim. Hop, yaxshi. Men 2-iyulda level 1 uchun to'lov qilganim, shu o'tadimi? Hali darslar bo'lmagan edi. Albatta o'tadi. Iyul guruhida qo'shilgansiz eski guruhga. Agar yo'q, 0 dan boshlayman desangiz, hali imtihon topshirmagan bo'lsangiz, birinchi level uchun ochilgan yangi guruhga qo'shilsangiz bo'ladi. Sayyora ustozimiz yozyaptilar. Xo'p. Qancha foiz o'zgaradi, nechta savol qo'shiladi? Ustoz, buni imtihonga kirgan odamlar bilishadi. Hali yangilangan yo'q savollar. Xo'p, qachon boshlanadi deb yozibdilar. Yangi guruh 3-avgustdan boshlanadi. Xudo xohlasa.
3 level uchun birdaniga to'lov qilamizmi? Yo'q, har biriga alohida qilasiz. Hop. Shuning uchun bitta to'lov qilsa chegirma bormi? Bor chegirma. 2 million 100 ming emas, 2 million to'lov qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Kurs davomiyligi necha hafta deb yozyapti. To'lov oldindan, guruh to'lov oldindan bo'ladi. Hozir joy band qilish uchun 3-avgustgacha 150 ming so'm to'lov qilib qo'shilsalaringiz bo'ladi. Men buni guruhda ham yozgandim, kanalda ham yozgandim. Yana qayta tashlab qo'yaman. Imtihon narxi qancha? Bitta level uchun $60. Xo'p. Birinchi level tugasa sertifikat ola olamizmi? Men levellar farqiga to'liq tushunmadim deb yozyaptilar. Darslar yakunida imtihonga tayyor holatda bo'lasiz. Imtihon uchun ro'yxatdan o'tasiz. Bo'lgani. Imtihonlar sentyabrda ochilishi yaqinmi deb yozibdilar. Yaqinmi? Nima ma'noda yaqinmi? Asqar Alvahid, savolingizni tushuntira olasizmi? Xo'p. Kechroq kurs ko'rgan edim. Ikkinchi level ro'yxatdan o'ta olmaganim uchun ikkinchi level hali topshirmadim. Shunda yana boshqatdan to'lov qilish kerakmi? Jo'rayev so'ragan. Yo'q. Siz yangi guruhga qo'shilganingiz yo'q-ku, ikkinchi level guruhida borsiz. U guruhda darslar ko'rgansiz, u guruh uchun to'lov ham qilgansiz. Hech qanaqa to'lov olinmaydi sizdan. Aniqmi? Sentyabrda ochilish. Aniq emas, hech narsa aniq emas. Aniqini Certiport.uz kanalida beriladi. Aniq sanalari, qachon ochilishi Certiport.uz kanalida beriladi. Kanalga o'tib qo'shilib olsalaringiz, xabarlarni o'qib chiqsalaringiz, tushuncha olsalaringiz bo'ladi. Uchta leveldan o'tgandan keyin sertifikat beriladi. Har bir level uchun bittadan sertifikat beriladi va oxirida uchalasini ham olganingizdan keyin master sertifikati beriladi. Men hozir sizlarga ko'rsatib beraman o'zimni yoki bironta o'qituvchini misolida. Xo'p. Har bir leveldan o'tganingizdan keyin sertifikat beriladi. Lekin ustama uchun 3 ta levelni ham topshirganingizdan keyingi master sertifikat avtomatik chiqadi. 3 tani topshirsangiz, o'sha master sertifikatini olishingiz kerak bo'ladi ustama uchun. Xo'p, imtihonlar uchun ro'yxatdan o'tish qiyinmi? $60 to'lasa yetarlimi? $60 bu imtihon to'lovi. Qarang, bu yoqda Abdusami Abdubasirzoda. Ustoz, mana bunaqa vaziyat. Sertifikat juda ham ko'pchilikka kerak. Imtihon o'tkazish imkoniyati bu test markazida maksimum 200 tagacha bo'lsa kerak, ko'p ehtimol. Bitta sanaga taxminan 100 ta, 150 ta odam ro'yxatdan o'ta oladi. Imtihon Toshkentda bo'ladi. Haftada 2 marta, 3 marta hozirgi kunda bo'lyapti. Endi sentyabrdan qanchalik bilmayman. Odatda o'quv yili davomida, ya'ni sentyabr
may oylarida qanday bo'ldi? Haftada 2 kun bo'ldi. Maksimum bo'lsa 3 kun, lekin ko'pincha haftada 2 kun. Shanba, yakshanba kunlari bo'ldi. Odatda odam soni juda ham ko'p imtihonga topshirish uchun, chunki siz bitta sertifikat, ya'ni ustama beradigan master sertifikatini olish uchun 3 marta imtihon topshirasiz. Bu degani 10 ta odam 30 marta topshiradi degani. Maksimum hisoblasangiz 150 ta, 120 ta degan bir kunda imtihon odam topshira oladi desa, bu degani 40 ta odam maksimum topshira oladi. Borini 50 ta odam topshira oladi bitta imtihon sanasida degani. O'qituvchilar taxminan 5000 dan oshiq hali sertifikat olib bo'lmagan. Endi har bitta odam uchiga bersangiz 15000 ta odam topshirish uchun 1000 ta imtihon sanasi kerak. Tasavvur qilyapsizmi? Bu meni o'zimni xomchotim hali. Siz yiqilmasdan o'tishingiz uchun yiqilishingiz bor bu yoqda, yaxshi tayyorlanmasangiz. Bu tomonlarni ham o'ylab ko'rish kerak. Ro'yxatdan o'tish muammo nimani hisobiga? Chunki talab juda ham yuqori. Resurs cheklangan, ya'ni imtihon oladigan imtihon markazida, demak, sifatli qilib imtihonda sizlarga hech qanaqa muammosiz bo'lish uchun imtihon topshiruvchi odamlar soni cheklanadi bitta sanaga. Shuning hisobiga ro'yxatdan o'tish qiyin bo'lyapti. Xo'p, ikkinchi levelga yurishdan ro'yxatdan o'tganman, shunga ikkinchidan darsni yakunlay olamanmi? Albatta yakunlay olasiz. 3-avgustdan boshlansa, siz taxminan 18-19 avgustgacha tayyor bo'lasiz ikkinchi level imtihon topshirishga. Hop, ro'yxatdan o'tishga yordam berasizlar. Ro'yxatdan o'tishga ko'rsatmalar beramiz, video darslik tashlab beramiz, qanaqa tezroq ro'yxatdan o'tish haqida. Lekin biz o'zimiz ro'yxatdan o'tkazib bera olmaymiz. Biz jismoniy jihatdan bunga imkoniyatimiz yo'q. Amaliy ko'rsatma beriladi ro'yxatdan o'tish uchun. Xo'p, bir level uchun ham ustama olish mumkinmi? Afsuski, faqat master uchun beriladi. Uchala levelda ham topshirib bo'lganingizdan so'ng, muvaffaqiyatli topshirganingizdan so'ng master degan sertifikat beriladi sizga. O'shani olsangizgina sizga ustama to'lanadi. Levelni ham muvaffaqiyatli topshirganingizdan keyin to'lanadi ustama. Hop, kursga yozilmoqchiman. Kursga yozilmoqchi ustozlar, iSwitch Digital uz admin bor. Adminga yozib qo'ysangiz, sizga to'lov uchun QR kod tashlab beradi, QR link tashlab beradi va shartnoma tashlab beradi. Shartnomani to'ldirib, to'lovlarni qilib guruhga qo'shilsangiz bo'ladi bemalol. Hozirgi kunda adashmasam 10 kishidan ortiq odam joy band qilib, ya'ni 150 ming eng kamida to'lovni qilib guruhga qo'shilishdi. Xo'p. Yana savollar bo'lsa, men ko'rmay qolgan savolim bo'lsa, ustoz, hamkasbim 6 sertifikatni erkin yuklagan, tasdiqlar lekin to'lamaydi deb yubordi. Qayerga murojaat qilaylik? Ustoz, har bitta tuman yoki shaharda o'zini xalq ta'lim bo'limi bor-ku, Garona rayoni deyiladi. O'sha yerda sertifikat bo'yicha shug'ullanadigan alohida bo'limi bor. O'sha bo'limga uchrab, muammo nimadaligini aniqlash kerak. Boshqarma deyiladimi? Ta'lim boshqarmasiga uchrab, sertifikat bo'limi boshlig'iga uchrashi kerak. Imtihon ro'yxatida nimaga e'tibor berish kerak? Qanday sirlari bor? Kuchli telefon, kompyuter, shart-sharoit, batafsil instruksiya bera olasizmi?
Albatta kurs davomida beriladi hamma narsa. Xo'p, 3 ta level bir kun topshirsa bo'ladi. Albatta topshirsa bo'ladi. Faqat ro'yxatdan o'ta olishingiz kerak. Hop, rus tilini ham, ingliz ham bilmasa tayyorgarlik ko'rish qanday bo'ladi? Husnul Razzoqov. O'qib bila olasizmi? Ya'ni o'qishni bilasizmi hech bo'lmaganda? Qaysi tilda yaxshiroq o'qiy olsangiz, o'sha tildagi guruhga qo'shilsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, Asqar Alvahidov. Imtihon ro'yxatidan nimaga e'tibor berish kerak? Qarang, nimaga e'tibor berish kerak? Avvalosi, birinchisi internet yaxshiroq ishlash kerak. Kompyuteringiz yoki telefonda o'taman desangiz, qurilmangiz RAM xotirasi nisbatan yaxshiroq bo'lishi kerak, chunki so'rov jo'natgandagi tezlikka bog'liq bo'ladi. Bir vaqtda o'zida 1000 tadan ortiq odam bitta sanaga imtihon topshirmoqchi bo'ladi. O'sha vaqtda sizni kompyuteringiz yoki qurilmangiz qolgan 999 ta odamnikidan tezroq so'rovga javob bera olishi kerak. Ya'ni internetga ulangan taqdirda ham internet tezligi bir xil, qurilmangiz tezligi bir xil, ya'ni RAM xotirasi bir xil bo'lgan taqdirda ham qotib ishlaydigan kompyuter bo'lsa yoki nisbatan qotib ishlaydigan telefon bo'lsa, siz ro'yxatdan o'tish ehtimoli sekinroq bo'lib qolaveradi. Bittalarni olganingizda ikkinchi ro'yxatdan o'tishga ulgurmasa, keyinroqga topshirsa bo'ladimi yoki level orasida imtihon muddat bor? Muddat, hech qanaqa muddat yo'q. Abdusami Abdu Basirzoda ustoz yozyaptilar. Hech qanday oraliq muddat yo'q. Xohlasa bir kunda topshiring uchalasini. Xohlasangiz oralig'i 3 oy qilib topshiring, o'zingizga bog'liq. Hop, savollar rus tilida ozroq emas, inglizga qaraganda. Jasur Otamurodov degan ustozimiz yozyapti. Ahamiyati yo'q u narsani. Rus tili bo'yicha mana yaqinda yangilangan savollar qo'shilishi kutilyapti. Menimcha, uje farqi qolmaydi bu narsani. Deyarli farqi bo'lmay qoladi. Hop, qaysi brauzer yaxshiroq? Zo'r savol, men qayerdan bilaman ustoz? Xafa bo'lmang, juda ham g'alati savollar beryapsiz. Siz qaysi brauzerda yaxshiroq ishlatasiz? Men masalan Mozillani umuman ishlata olmayman Firefoxda. Kompyuterimga o'rnatmaganman. Microsoftga ustama to'layapti. 2025-yil 16-martdan keyin to'xtatilgan. U bo'yicha imtihon olish to'xtatilgan, unga ustama to'lash ham to'xtatilgan. 16-martdan oldin olgan bo'lsangiz to'laydi. 2024-yil 15-mart kuni olganlar, eng oxirgisi 2027-yil yo 28 mi? 25 olinganda albatta. 28-yil 15-martgacha to'lanadi. 3 yil davomida. 15-martgacha olgan bo'lishingiz kerak buning uchun. (2025-yil 16-martdan ro'yxatdan chiqarilgan bu sertifikat. Xo'p. Agar savollaringiz bo'lmasa ustozlar, imtihonlar faqat Toshkentda bo'ladi. Hozir Toshkentda bo'lyapti. Aprel oyida, may oyida Namanganda va aprelmidi yoki maymidi Buxoroda ham bir bo'ldi adashmasam.
yo Xorazmda yoki Xorazmda bo'ldi, aprelda, to'g'ri. Aprel oyida Xorazmda bo'ldi, Namanganda bo'ldi. Viloyatlarda ham bo'lyapti, lekin aniq bo'ladi degan nima yo'q. Uni ham Septiport kanalida e'lon qiladi. Anaqa. Sentabrda sertifikat olish imtihon topshirish tugatilmaydi. Xudo biladi endi buni. Odilov 890 username odam yozyapti savolda. Sertifikat olish imtihon topshirish tugatilmaydi. Xudo xohlasa tugatilmaydi. Chunki imtihonlar yaxshi bo'lyapti. Nisbatan odam kamaygan, ya'ni nazorat kuchaygan. Nazorat yaxshi bo'lib tursa, topshirayotgan ustozlar hech qanaqa muammo ko'rsatmay tursa, yopilmaydi ko'p ehtimol. Xo'p. Hech kimda savollar qolmagan bo'lsa ustozlar, vebinarni yakunlaymiz. Xo'p. Eshimmetov Rayhon degan ustoz yozyaptilar. Oldin ro'yxatdan o'tib, keyin kursingizga yozilish kerakmi? Bu siz xohishingizga bog'liq. 2 hafta vaqt davomida tayyorlov qilamiz biz. Agar siz shu narsani inobatga olib ro'yxatdan o'tsangiz, mayli, oldin ro'yxatdan o'tib, keyin tayyorlovni boshlasangiz bo'ladi. Lekin bizda ultra super giper kurslarimiz yo'q. 2 kun, 3 kun, 1 kunda tayyorlaydigan. O'shaning uchun shu narsani inobatga oling siz. Bir oyda 3 levelni boshqa sanalarda ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Albatta bo'ladi. Xohlang oralig'ini 2 kun qilib o'ting. Endi shunga mos bo'lib ochilsa sanalari. Shu narsaga ham bog'liq. Xo'p. Narxi qancha levellar? Rustam Qo'chqorov. 700 mingdan bir level narxi. Tepada postda ham yozganman. Postni qaytadan tashlab qo'yaman. Xo'p, mana bu post. 28-iyul kuni yozganman. Xo'p. Men qaytadan tashlab qo'ydim. O'qish onlaynmi? Albatta onlayn. Haftada 3 kun soat 8 da hammalaringiz bir joyga yig'ish imkonsiz-ku, agar offlayn bo'ladigan bo'lsa. Amaliy ko'rsatma beriladi ro'yxatdan o'tish bo'yicha. Lekin o'zingiz o'tasiz ro'yxatdan. Offlaynga ham boramizmi? Agar savollar yangilanib ketsa, offlaynga chaqiramiz. Ro'yxatdan 3 levelga ham o'tsa bo'ladimi? Albatta o'tsa bo'ladi. Ulgura olsangiz. Xo'p, sizlar
imtihon topshirish sanalari haqida Certiport.uz kanalida xabar beriladi. Shu kanalga ulanib oling, kuzatib boring. Sentabr oyi agar imtihonlar uchun ochiladigan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish shu kanalda birinchi bo'lib e'lon qilinadi. Qaysi sanalarga ochilishi hammasi shu kanalda ma'lumot beriladi. Xo'p, ovoz chatni yakunlayapman sizlar. Barchaga rahmat. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, ushbu chatda yozib qoldiring. Harakat qilaman javob berishga. Ovoz chatni yakunlayapman. Barcha ishtirok etganlarga katta rahmat. Zapisni tashlab qo'yaman.